Yeni video müracaatım Boş Prokurorluğa İçki İşler Vazirligiga 2026 yil 14-avgust kuni soat 17:18 soat 17:18 chamasida Yakkabog' tumani Sharaf Rashidov kolxozda fermerlar dalada ishlayotganlar. Menga shunday xabar keldi. 2010-yil Behruz Jiyaniyev qo'shni mahallada daryoga cho'milib CCTVga olib kelindi. Keyin fermerlar bilan uchishib bordik. Yakkabog' posyolka CCTVsiga bordik. CCTV binosiga koridorga kirdim. Jigarim Behruz stol ustiga plastina yopilgan o'lik holatda yotgan ekan. Yuzini ochib ko'rdim. Stressga tushib yig'lab, quchoqlab tashqariga chiqib ketdim. Tashqariga chiqib o'tirib, stressga tushib yig'lab o'tirdim. Qarindosh o'g'larim kelib ko'rdi. Mesela çıkışlar bağlı, böyle kiriş çıkışlarıyla ortga o'qitiladi. Keyin o'zimni uyimga o'sgan yoshligidan Behruzda onasi nogiron ko'ng eshitmaydi. Bu o'g'li o'zi ikkita o'g'li, bitta qizi bor, bittasi shu Behruz. 2010 yil mening uyimga yashaydi. Jigarim yana bir ko'rib chiqay. Marka o'qitdi ekan, bir marta oxiri ko'rib chiqay deb ma'qulda kiraman dedim. Men ichki holini qo'ymadim ko'zdan. Safar adib ichki holimni iltimos qilib so'radim. Yo'q, kirmaysan dedi. Lekin morgga o'qitiladigan transport texnikasi hali kelgani ham yo'q edi. Ansonli. Bir ko'rib qolay deb iltimos qildim. Men jigarim uyimga o'sgan, o'zim o'g'limdek qolaman. Xullas kunimizda meni ichki ishlar safar adib insof xodimi mana qo'liga kishansa olib qanaylar buyruq berdi. Men uchtasi qo'lim orqaga qilib zo'ravonlik qilib kuchishlatib qo'limga kishan solib namoz ismli xizmat mashinaga meni tiqdi. Shu yerga qarindoshlar ko'rib o'tiribdi, qayerga olib ketyapsizlar deb ular baqir-chaqir qilyapti. Safar adib ichki ishlar xodimi yo'lga o'tirib meni bosh qismlarimga, orqamga, yuzlarimga urdi shidi o'ziga, so'kinib haqorat qilib. Siz Damas orqasiga qo'lingiz kishanga bo'lganda? Qo'lim kishanga, Damas orqasi. U adib ismli ichki ishlar xodimi orqasiga bosh miyangizga ushlab urgan, so'kinib. Shuni ham so'kinib, har xil haqorat o'ynayman deb so'kib urdi meni namozga. Sizni qayerga olib bordi keyin? Keyin o'zi rulga o'tirib, safar adib ichki ishlar xodimi meni posyolkaga insoxonaga olib bordi. Shu insoxonaga qabulxonasi bor, budkasi
ketgandik. Şeyga olib kirishda men safar adib yo'lda uchoqni yiqitib oldida sherga bo'ynlarimga tetdi. Man shaliyam turolmayman. O'g'lim borib keladi, 5 kundan beri yotibman. Kamar tuproq yotibman. Belingizda og'riq bor hozir. Ha, turolmayman. Ko'tarib turdim. Qovurg'alarim singan. Ichki jarohat olgansiz. Keyin ancha urdi bular. Qo'lim orqaga kishangan. Siz urmadingmi deysiz? Urmadi, baqiryapman, kisham izlarim bor. Urmaylar baqirib o'tiryapman. Bir mahal 5-10 minutlab urdiman, yuzlarim ko'karib ketgan. Qaytgan, o'yinlarim ishib ketdi. Siz iltimos qilib baqirgansiz urmaydi. Zor qo'shyapman. Hayvonni bit urmaydi, shunchalik tilib uryapti. O'zimdan ketdim bir. Keyin yaqtaynasdek betimga o'zimga keltirdi. O'zim xira bo'lib ketyapti. Yana o'lyapti, eshik taqillab qoldi. Och nimaga urasan deb meni orqamdan bitta qarindoshlarim kelgan ekan. Ular eshitib turgan ekan urayotgan. Qarindoshlar tashqariga eshitib turgan siz urayotgan ovozingizni. Ha, kirgizmayapti ularni. Keyin meni oborib tiqdida qo'lim kishanimni turg'izdi. Ular ichkariga zinadan kameraga tiqdi. Shu bilisxonani o'zidagi kamera. Bilisxonani o'zidagi kameraga. Keyin eshikni ochdi, bular kiraman dedi, qarindoshlarim kirgizmadi bularni. O'sha safar adib men safxodim ichki bana urgan, yo'qolib qoldi. Siz kameraga tiqqan. Kameraga tiqdi, kamera ichiga ham kishanim orqaga, qo'limga. Kishanni ichmadi. Keyin bir dejurni yosh bola ekan. Uvalamay urgan yo'q. Shunga elandim. Uka sen insonku. Men o'zim ham to'xtayman. O'tirmayapman, men qanday kishi bilan o'tiraman? Yotmasam, o'tirmasam bo'lmaydi. Hamma joy o'ryapti. Kishanni eshitib iltimos qildim. O'sha yerdan oldiga keldim. Kalit bor ekan, eshittirishadi. O'sha yerdan ichki yo'lda nima kishanni ichdi. Keyin suv iltimos qildim. Mana shu insonlar ham bor ekan, shu bechara, shu bola kishanni ichib suv edi. Suv ichdim. Keyin shu yerga 3 soatlar yotdim. Shuni nima joyim og'riyapti. Uchilayotgan qolibdi. Rantasi haliga yo'q. Keyin 3tasi keldida kishanim bilan olib chiqib, 3tasi deganingiz ichki ishlar xodimidan 3 kishiga. Ichki ishlar xodimi 3 kishi keldida, meni chiqarib mashinaga tiqdida olib ketdi qayerga. Qayerga oboryapsizlar demay, ijiga oboryapti. Keyin meni stansiyasiga doktorxonaga olib bordi. Rentgenga kirgizdi, rentgen tushirdi. Keyin ular uydan olib chiqib meni narkologiyaga olib bordi. Narkologiya bo'limiga. Meni chunki shu kecha minisaxonaga qoldirsa, men o'lib qolish mumkin edi. O'lib qolsa, ayb bizga bosib ketadi. O'zlaridan ayb qochirib, bular o'lib qolsa, narkologiyaga o'lib qolsa, shaqqa yopiladi deyiladi. Narkologiya o'zlaridan qochib, men narkologiyaga olib bordim. Narkologiya qabul qildi. Ichganim ham yo'q. Yerga ko'rdi, ichgan yo'q. O'z ayog'im normal keldi dedi. Men kishanni eshitdim. Nasalam pistamni chiqarib qo'ydim. Narkologiyaga kirdim. Mana 3 ta milisaga aytdim men. Qancha turdingiz narkologiyaga? 20 minutcha turdim. Meni o ta'ziyam bor, uyimga jigarim bo'lgan. Meni nimaga taylab ketyapsizlar? Meni o'zim uch kecha yo'qolaman, yo'q hamma joy to'xtaylar degan. Biz buyruq bajaramiz deb ketdi ular. Keyin 20 minutda mana mistralar sizni olib ketishadi, chiqing dedi. Chiqdim. Bizlardan e'tiroz yo'qmi, sizga hech kim urgan yo'qmi? Narkologiyaga mistrar. Kim qarindoshlaringiz borganda orqangizdan olib kelgan? Fermerlar bordi. O'zim mana qarindoshim. Keyin tushuntirish xati yozib keting dedi.
o'z oyog'im bilan keldim sizlarga. O'z qo'limdan olib keldim. Sizlarga e'tirozim yo'q. İçkaniz yo'qligini ham yozib bering, ichganingiz yo'q dedi. Ichganim yo'q deb yozdim, qo'l qo'yib berdim, tushuntirish xati yozib berib, arkaga doktorlarga berib, keyin qaytdim. So'ng yakka yotoqxonasiga keldik, posyolkaga. Yerga ikkita doktor chaqirdi, iltimos qilib, mana shunday omonatini ikki kishi ko'tarib keldi amirlar. Yengiga tushib keldi, yengiga tushib keldik. 2 soatlar o'tirdik, birorta doktor qaramadi o'qigansiz. Meni avval telefon bo'lganmi, qaramaylar deganmi, buni tomiri kuchayib ketgan buni. Safar. 1-2 qildingizmi? 1-2 ham qildim. Hamma joyga chiqdilar shu kecha. Keyin meni shaharga olib ketdi. Bu yerga bular qaramaysiz, o'lib qolasiz. Men nimalar shaharga Obilbansaga testiga olib keldi. Ko'tarib Moskvaga kirdi. Doktorga ko'rsatdi. Keyin MRTga kirgizdi. Odamni butunlay ekan, hamma joyini tekshirdi. Qovurg'a 5 joydan singan ekan. Umurtqadan yorilgan ekan. Mana shu 2 biqin ko'karib ketgan. O'yin soha ezilib ketgan ikki tomon. Kalla, orqa kalla. Sharif Sarif tuman shahar tibbiyot bo'linmasiga tekshirdimi sizni? Ha. Rasam. Keyin menga nima ochdida, pistolet ochib, meni opqonlik yuzlarga chiqarib yotqizdi. Davolagan. Ana shundan meni yotibman prezidentimga, bosh prokurorimga, bosh vazir, ichki ishlar vaziriga iltimos qilaman. Mana shu meni qiynab urganlarga chorasini qo'yishlarini iltimos. Sizni militsiyaxonadan narkolarga olib ketganda 3 nafar ichki ishlar xodimi olib ketdimi sizni? Narkolarga? Narkolarga olib ketdi. Shu ichki ishlar taniysizmi? Uchrasiz. Bittasini taniyman. 3 kishidan bittasini taniysiz. U sizni kim urgan o'zi asosan? Meni ular urgani yo'q. Kim adib urdi? Adib deganingiz? Adib degani urdi meni. Bosh nachalnik. Ham nachalnikmi shu yakka oldi. Posyolkani nimasida. Shularni buyrug'i bilan bo'lyapti. Ado Saparov buyrug'i bilan shu jabrlangansiz, to'g'rimi? Shuni o'zi boshchiligida uryapti meni. Ayb yopish uchun Bosh prokurorga, ichki ishlar vaziriga murojaatingiz nima murojaat, nima qilish kerak, nima iltimos qilasiz? Qonuniy chorasini ko'rishni iltimos qilaman ularga nisbatan. Mani meni mayqib tayladi. Qonuniy chora prezidentgacha chiqaman men mana shu. Qonuniy chora ko'rmasa bo'lmaydi bularga. Bular juda vahshiy ketgan. Prezidentga telefon qilganingizda kim sizdan biror xabar oldimi? Yo'q, hech kim xabar olmadi. Hech kim so'ramadi ham, telefon ham qilmadi. Ertasi kuni bittasi keldi, grajans formaga. Kimligini bilasizmi? Kimligini tanimayman, men kimligini ham aytmadi. Sizga o'zini tanishtirmay savol javob qildi. O'zini tanishtirmadi. Meni yuzlarim ko'karyapti, 200 dan rasmga tushirdi. Nima bo'lgan dedi. Mana shunday ichki xodimlar o'ldi dedi. Safar Adil boshchiligida ikki o'ldi dedi. Rasmga tushirdi. Ketdi. Umuman daragi yo'q. Shundan beri hech. Sizni shundan o'ta jabrlanuvchi. Shuni odamlar sizga shifo bersin. Avval yaxshi bo'lib keting. Hali yana uchrashamiz, gaplashamiz.